Hayatımızın 10% qismi biz yüz bergen tüyüksüşlardan. Қалған 90% qismi yüz bergen muş 10% tutqan muamele ve inkasımızdan kelgen neticelerden tuzuldu. Bu dünya dağınlıq Festinger effekti dep atıldı. Onda olsa Festinger effektinin bizning turmuş tutqan rol qandaq oldu? Tövendeki 2 aydan bunu körep bakaylı. Hay naştı qılыңlar. Ha mana. Bilal. Konuşqansa bilan bo'la. Maktab kechiksa. Atdiganda televizor ko'rmagan odam nemish ko'rdi Boldu subaya koyğun telefonunu. Bilal balam bayda keçikse, bulunga çay içanlar. Abba birbirinin imtihanında. Oy, ne boldu telefonga? Oy balam çıkılıp gitipti o. Ha? Ne bo'ldi? Çıkılıptı telefon. Ne bo'lib chiqdi bu telefon? Siz turbini kışık koyup dikensiz içe su girip ketmişsiniz, biya koyup koyuptum ha. Nim qilib chaqding mana? Dama kıstığımı. Qasdan qilsam nima ish qilsa buni? Boldu balık vaka manga degende. Voy nima otqachini sizga u yerga qo'yib bu telefonni? Oy xapa manga degende İlyar. Yaxshi bo'pti mana telefon chiqilib. Boldu vaka manga, Ya, bala bir kıvat kıvat- etkende boldu balık vaka manga. Ya avaylasam bo'lmamda nima ish qilsa bu telefonni? Oy boldu Ha? balığı xapa manga. Nima ish qilsa deyman? Kovkap gitti doy. Qo'rqib ketibdimi degan odamning nervisini buzib. Endi buni azaq bo'ladi ku bala qiza ketgandi. Voy pulimiz olganki siz ilm. Qancha pul telefon ma'lum bilamsiz? Degan odamning kayfini o'chirib, o'zan qilishar bu nashliqni. Qimmatdi bu nashliqni men. So'kkan deb chaqalan keyin chiqar. Maktabga chiqamiz. Dada açıqlap ketdi. Bal bolsa psixiklik jarohatga, ana bolsa yo'ldosh tarafidan adil bo'lmagan muomala uchradi. Albatta bu ana va balada pasif energiya shakllantirdi. Bu pasif energiya o'z navbatida albatta passiv reallikni shakllantirdi. Voy. Vay, İlyar, Ha, Ömerjon. kelyaptamsa daş? Ben şirketin aldığı keldim hozir kiraman. Bular rahbarlarning hammasi kelib bo'ldi deyman, seni saqlab qoldik hozir. Kelar yillik plan jadvalini ilib oldingmi ya? Ha? Nima? Kelar yillik plan? Hopla. Bular chaqiriq bular. Bo'ldi, men hozirlab ib kiraman jumayinga. Bo'ldi, ma'qul. Tezroq bo'lasa juma dasha. Ha, ma'qul. Allah. Ha İlyar. Akşam qilib sizga bergan hujjat xaltasini qo'ya qo'ydingiz. Men atiga jiddiychilikni unutib kelib chiqibman men. Hoca sompisi. Ha astan usutdi. Ha? Unutup qapsizmi? Voy shu hozir uyga beraman, oq chiqishni unutib kelib chiqibman men. Uyning oldiga beraman, ashada ko'rishaylik. Voy vaka manga men hozir opirib beray. Bulunga chaqqan bilsildimay, muhim ish ma u. Juma. Bulunga chaqqan. Hozir opirib beray. Ya qarab mansozamman-da. Men o'ldirib mangandim, qat'iy xafa bo'lmang. Astagfirullah. Qarab turib ketibag'inni. Men to'lab beray. Nima to'lab bersiz nimani? Xapmay mushun talabasini tutun evilan'a. Xapı qat'iy xafa bo'lmang. Bu tallabazini ustiga o'xshamaydi-mi? Jiroqda ekangan ayolim tug'utliq. Men qizdan qilmadim. Va ishdan cho'tig'ma ishdan qanday qilamiz Men buni? o'zim to'lab beray, mening erim saqlab qolgan demak pek muhim ishim bor Men mening. sizga to'lab bering Mushtan demagan. ishdan evilan ulamdi. To'xting ha.
Bu et degan nesbas tuğu adamni. Ve pul dedim mi bu kızga? Kızık. Ha? Mana keldim. Oy. Endi keldi amadaş. Endi kelgende kemni sağolmam da. Nima bo'ldi? Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Sening kasabitingda men plan jadvalini vaqtida topshirmadi deb, men ishkilimizdan yillik mukofot pul yo'q bo'ldi. Boshliq bir monch kayib chiqib ketdi. Nima deydigan sen? Odam unutib qopti ekanman, yerim yo'q deganda Ha bu gapni boshliq chiqib dapira bo'ldimda. Menal emas, ishkilimizdan mukofot pul yo'q bo'ldi. Bilamsan shuni? Astagfirullah. Mana, əsi bu işlardan tamamen saqlanğılı bulatdı. Ondaqda bu hikayəni özümüzdən arzuyu boyunca qayıt yazıb çıxaylı. Ay məşq qılınlar. Ha mana. Bilal. Nima qilsa bilan bo'la? Maktab kechiksa. At deganda televizor ko'rmagan odam nima ish ko'rmas bo'ldi? Subaya qo'yğun telefonunu. Bilal bilan maktab kechiksa, pulingga chay ichinglar. Apa bugün benim imtihanım var. Voy, nima bo'ldi telefonga? Voy, balam chiqib ketibdi-ku. Ha? Nima bo'ldi? Telefon chiqib ketibdi. Tuzgunlar. Bu qadam chiqdi bu. Ben kızdan kumağa. Buni yana qo'yib qo'yib ekansiz, ichki suv kirib ketmasin deb biya qo'yib qo'yib ekanman. Qimmat telefon. Bo'pti, voy bala qaza ketdi. Shu. Kela balam, kela. O'tir, mashg'ulom qila. O'tiraman. Bichara telefon. Ha, balam. Biga imtihonning bor, ha? Imtihonni yaxshi bersan, indamay. Unda ekan tabaqni yeysan, mashg'ulni ye, qilsan, mashg'ulni yaxshi qilsan, qo'y, imtihonni yutib ketsan. Ha, qilsaydi. Ala balam. Ala, ayt. Oo, mana bu o'xshab ketibdi-ku. Ala balam. Ala balam, mana ega. Ha? Ishimdan ketgan. Ha, shu mana yuzniki chiqilibdi. Herhalde ishlaydi-ki. Ey, bo'pti, va yuzligini almashtirib o'tamiz ya. Almashtiramiz. Ha, qani, mashina qilaylik, mayli. İşte bu mayli. Hech emas bu. Imtihon yaxshi berdimmi? Men chaqqonga loyiq. Imtihon. Yaxshi bersa imtihonni, ha? Demek bizning hayatımızda qandaq buluşu, biz yüz bergen işler arkalık emas, belki yüz bergen işlerga qandaq mamul tutuş arkalık beklendi. Aldığınızga taş siz için bir tosalgı mı? Yoki bir tal peştak mı? Elbette bu sizin göz qarşınız bağlıq. Yeni yılda hammangning ro'y kayfiyatining jushqun, umidvor bo'lishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat.